Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun biz demak kelishilgan darsimiz bo'yicha, kelishilgan vazifamiz bo'yicha Ko'ramir mahallasiga keldik. Ko'ramir mahallasida demak tahliliy ishlarni olib boramiz. Biz bu yerda mana shu mahallani raisi, keyin mana shu yerda oqsoqoli, o'sha kishi bilan bo'lgan suhbat jarayonlarini sizlarning e'tiborlaringizga havola qilamiz. Albatta talabalarimiz bilan birgalikda. Marhamat, tomosha qilishlaringiz mumkin. Ushbu mahalla Ko'ramir maqbarasi atrofida joylashganligini inobatga olib, talabalarga yo'l-yo'lakay maqbara haqida qisqacha ma'lumotlar berildi. Ko'ramir maqbarasi Samarqanddagi mashhur me'moriy yodgorliklardan biri ekanligi tushuntirilib, ushbu maqbara 15-asr boshlarida 1405-yilda qurilgan bo'lib, Temuriylar sulolasiga mansub kishilar dafn etilgan. Xalq orasida bu maqbara Ko'ramir yoki Ko'rimir deb nomlanib kelinadi. Ko'ramir maqbarasiga Amir Temur, uning piri Mir Said Baraka, o'g'illari Umar Shayx, Mironshoh va Shohrux, nabiralari Muhammad Sulton va Mirzo Ulug'bek kabi Temuriylar sulolasiga mansub kishilar dafn etilgan. Ko'ramir maqbarasi O'rta Osiyo me'morchiligining noyob asari sifatida e'tirof etiladi. Maqbara qurilishi Amir Temur buyrug'iga asosan 1403-yilda boshlanib, Mirzo Ulug'bek davrida tugallangan va Temuriylar xilxonasiga aylantirilgan. Dars jarayonlari boshlangan vaqtda kafedramiz mudiri Rahimov Laziz Abduazimovich barcha 4-bosqich arxitektura ta'lim yo'nalishi talabalari hamda fan o'qituvchilari bilan yig'ilish o'tkazib, maqsad va vazifalarimizni belgilab bergan edilar. Shu munosabat bilan ushbu fan yuzasidan qo'yilgan topshiriq va vazifalarni bajarishga kirishdik. Ko'ramir mahallasi to'g'risida internet va boshqa manbalardan hech qanday ma'lumotlar topa olmaganimizdan so'ng ushbu mahallaga borishga qaror qildik. Mahalla raisiga hududni talabalar bilan birgalikda o'rganib, taklif loyihalar tayyorlashimiz kerakligi yuzasidan murojaat qilganimizda, u inson qimmatli vaqtini sarflab bizning murojaatimizni mamnuniyat bilan qabul qildilar va bizlarga mahalla haqida o'z bilganlarini so'zlab berishga rozilik bildirdilar. Assalomu alaykum.
avvalambor sizga katta rahmat. Vaqt ajratib mana shuncha talabani o'zingizga bir suhbatlaringiz bilan bahramand qilish uchun vaqt ajratganingiz uchun avvalambor universitetimiz nomidan talabalarimiz hamda shaxsan o'zim nomidan kattakon rahmat. Shomujon aka sizga ham. Endi mana shu mahallani bizlar topshirig'imiz bor. Aholi punktlarini rejalashtirish fanimizdan tahlil o'tkazish topshirig'i berilgan. Mana shu mahallalaringizga Go'ramir mahallasini, mana shu mahalla tarixi haqida qisqacha bir ma'lumot bersangiz xursand bo'ladi. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz talabalar. Mahallamizga kelganlaringizga xursandmiz. Xush kelibsizlar. Mahallamizga, mahallamizda nomi Go'ramir mahallasi. Go'ramir. Uni fors tilida Amir Temur bog'ini yotgan joylari. Qabriston deydi. Qabriston demagani Go'ramir deb qo'ygan. Mana salkam 700 yil bo'lyapti. Shu og'izma-og'iz shu Go'ramir nomi kelgan bizga. Mahalla raisi dastavval sohibqiron Amir Temur bobomizning hayoti va faoliyati, u kishining umr yo'li, barcha janglarda dushmanlar ustidan yuksak g'alabalarni qo'lga kiritganligi, Xitoyga boshlagan harbiy yurishlari oldidan ob-havoning keskin sovib ketganligi va yo'lda og'ir xasta bo'lib olamdan o'tganligi, Amir Temur bobomizning vasiyatiga ko'ra jussasini Go'ri Amir maqbarasiga dafn qilinishi kerakligini ta'kidlaganliklarini e'tirof etib, bir qator ma'lumotlar keltirdilar. Ikkinchi jahon urushi boshlanishi arafasida Sovet ittifoqi davlat rahbari Stalinning topshirig'i bilan antropolog Mixail Mixaylovich Gerasimov boshchiligida ittifoqning bir guruh olimlari Amir Temur bobomiz va uning avlodlari qabrlarining ochilishi, qabr qazuv ishlari olib borilganliklari to'g'risida to'xtalib, bir qator o'zining bilgan va eshitganlarini so'zlab berdilar. Buyuk sarkardalarni nimasiga tegmaslik kerak ekanligi. Tushunasizlarmi? Bu ham bir qanday tarix, bu ham bir tarix. Demak, buni bu o'zimiz menga tushuntirib berdim. Bu bizning mahallamiz 2700 yil bo'lganda bizning mahallamizga. Chunki 2700 yil nima uchun aytyapmiz? Eng eski joy Samarqand joyimiz. Bu yerda ko'p davlatlar bosib olgan, qabristonlarga aylanib ketgan, undan keyin yana qaytadan qurilish bo'lib shaharga aylangan. Shahar deganim endi sivilizatsiya degan narsa bo'ldi. Sivilizatsiya degan o'zi asli shahar deganida hamma narsa muayyan. Bozor ham aytaylik ham qaysi bir nima bo'lsa agar shu nimada. Demak bu holat bir marta emas, ikki marta emas, bir necha bor yerdan yaqshon bo'lib boshqatdan degan. Oxiri shu Amir Temur buni davrlaridan hozirgacha mana bizning mahallamiz o'z faoliyatini yuritib kelyapti. Ha, bu yerlarda mana bu yerda bitta qabriston bor. Qabr hali tish kelgan emas bu yerga. Bu yerda Xon Saidimon degan nomlari, qaynoq avlodlari, evarlarini, nimalari avlodlari yotibdilar. Xon Saidimon. Chunki shu Xon Saidimon bo'lgandan keyin mana shu mahalla hozirgi kunda Guzar deyiladi. Mahallaning nomi ham Xon Saidimon. Demak, mana bu yerda Piro Ahtorovali yotibdilar. Piro Ahtorovali bu kishi Ahtor degan narsani bilasizlar-a? Savdo sotuv bilan endi ahtorlar har xil narsani sotgan. Endi bu kishi tarixlari bor. Ozgina aytsam, endi mayli sizlar ham katta yoshdagisizlar. Bilgan yaxshi-da, sizga qiziq shu. Narsalarni ertalab chiqib narsani terayotgan paytda sotadigan narsani terayotgan paytda endi Piro Ahtorovali ham shu terayotgan paytda bir homilador ayol kelib qoladi. Keyin nimadir so'ramoqchi bo'ladi. U
sumak deydi-ku, beshikda. Aha. Shuni so'ramoqchi bo'ladi-da, shu bexosdan qanaqadir ovoz chiqadi ayolganda. Keyin u kishi shunday o'yilib ketib, qizarib ketadi-da, u kishi bilyaptilar. Indamaydilar. Keyin bu nechi pul deb so'raydi. Qizim, qulog'im og'ir deydi. Ha, qulog'im og'ir, men balandroq gapiring deganda bo'yniga xijolat bo'lmasdan o'zini tutib oladi-da. Demak, bu kishi eshitmagan ekan. Deydi, keyin boshqa. Shunchalik doni bo'lgan. Demak, kira aktyorlik degani tarixlarda ozgina bo'lsa ham shuni aytmoqchi edim. Demak, bizning mahallamizda 4 ta guzar bor. Bu guzarlar aslida avvallar mahalla deyilgan. Mana bu Xon Saidimon bo'lsa agar, yonimizda Go'ramir guzari, u yoqda Yusuf Qarod guzari, bu yerda Masjid Naqshin guzari. Hammasini o'ziga yarasha choyxonasi bor, masjidi bor, keyin bo'ydagi do'konchalari bor, sartaroshxonasi bor, bo'lgan. Hozir endi ba'zilarga bor, ba'zisiga yo'q. Demak, infrastruktura deydi, shu nimalar bo'lgan. 2003 yildan keyin prezidentimiz qarori bilan mahallalar birlashadi va markaz, birinchi markaz deb belgilab, shu Go'ramir markaz deb nom qo'yiladi. Mana hozirgacha mana 2003 bo'lsa agar 22 yildan beri bizning mahallamiz Go'ramir nomi bilan ish yuritilyapti. Xuddi shunday. Demak, yana o'zini tarixga qaytsak, azaldan uylar faqatgina tuproqdan qurilgan bo'lgan. Tuproqdan. Uylar tuproqdan qurilgan bo'lgan. Bu har kim o'zi uchun shu sharoitini qilganda, bu 100 yillar oldi. Kerak bo'lsa ham masjidimiz ham tuproqdan qilingan bo'lgan. Ha, tuproqdan qilingan bo'lgan, keyinchalik Nikolay davrida kelgandan keyin mana g'ishtlarni ko'rsangiz, hammasi Nikolay g'ishtdan qurilgan. Ichini ham hozir kirib ko'rsangiz mumkin. Bu bizlarga foydadan xoli bo'lmaydi albatta. Mana bu agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu naqshlarni o'tganini qiluvdi, yilda oxirida ba'zi joylarni qoldirgan. Qaranglar-da, buning sababi bor. Bu nima uchun qilingan, mana shu qoldirilgan. Qaranglar-da. Eski holatda qoldirish uchun. Chunki avval holati shunday bo'lgan maqsadda-da. Keyin bizlar mana ustini bilinmaydi, shifr qildik, chunki suv ketib bo'yniga nam bosib ketuvdi-da. Lekin asosiy nimasi mana shu 200 yildan beri mana shu Rais bo'l, o'zidagi o'zi yashayotgan aholi asosan nima bilan shug'ullanadi? Demak, bizda aholimiz nechta agar mutaxassis bo'lsa, hammasi bor albatta. Mahallamizda zavodda ishlaydiganlar ham, o'qituvchi, quruvchi, tibbiyotda ishlaydiganlar hammasi bor, lekin asosiy driver deganda shu qaysi nima bilan shug'ullanadigani, bizning mahallamiz turizm zonasiga joylashgan sababli, demak, oilaviy mehmonxonalar yoki katta mehmonxonalar. 4 ta katta mehmonxonamiz bo'lsa agar, oilaviy mehmonxonamiz kamida 30 tadan oshiq. Shunga yozgi kunlari may oylarida joy yetishmay qoladi. Mehmonlar ko'p kelyapti, hozir prezidentimiz turizmga katta e'tibor berganlar. Kamida bir 50 ta 60 ta davlatlar vizasiz keladi bizga. Kelib sayr qilib, aytaylik, bo'yniga ziyorat qilish ketishadi. Menimcha, men o'ylayman, Xo'ja Ismoil agar bitgandan keyin undan ham ko'payadi. Agar Xo'ja Ismoil kelib ziyorat qilib, hajga boradigan masala qilyapti. Menimcha shu ham turizmdan katta bir daromad tushadi. Endi har bir davlatning o'ziga yarasha daromadi bo'lishi kerak-da. Endi biz ham shu daromad ko'p, lekin undan tashqari shu turizmdan ham daromad tushsa menimcha bo'lmaydi budjetimiz. To'g'ri. Endi yana bir savolimiz bor. Bu yerda ta'mirlash yoki bo'lmasa o'sha rekonstruksiya ishlari yoki bo'lmasa yangi imoratlar qurish qanday ahvolda yoki bo'lmasa qanday sharoitda amalga oshirilyapti? Qancha balandlikgacha ruxsat berilgan, qavatlari soni, shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Demak, endi uylar borki eskiradi. Uni uyda yashaydiganlar uy joyida kerak bo'lsa ta'mirlaydi, agar iloji bo'lmasa agar uni buzib qaytadan qurmoqchi bo'ladi.
Bunga mana turizm bufer zonasiga joylashganligi sababli madaniy meros bizlarga shu ruxsat berish kerak bo'ladi loyihaga. Agar loyihaga ruxsat bermasa, qurishga haqqi yo'q. Madaniy meros ruxsat bergandan keyin nima qilgandan keyin bo'yinagi komissiyadan o'tgandan keyin Toshkentga jo'natiladi. Toshkentdan ko'rib chiqib, uni balandligi, uni uyda fasadi qanday bo'lganligini hammasini inobatga olib, unga qo'l qo'yib beradi. Ruxsat beradi, tasdiqlab beradi. Endi balandligini aytsak, ikki qavatdan oshmasligi kerak bo'ladi. Endi tagi podval, endi podval hozir hammaga kerak bo'ladi. Hozir bunda podvalsiz juda qiyin. Ikki qavatli bo'ladi, lekin qizig'i shundaki, uni ikki qavat qilib 13 metr emas, 11 metr qiladida, shunga ruxsat beriladi. Qolgani ichidagi nimalarni o'zi xohlagancha qilishi mumkin. Aytaylik, uylarning kattaligi, aytaylik, hajmi, balandligi, nimasi xohishiga yoki aytaylik cho'ntagiga qarab. Yana bizlarda bir qiziqtirgan savollarimiz bor. Bu yerda masalan qishda qanday ob-havo kuzatiladi, yozda qanday ob-havo kuzatiladi? Mana shu haqida ham bir qisqacha ma'lumot bersangiz. Demak, hozir hammamiz xabarimiz bor. Dunyoda hozir global sovuq, yoki aytaylik global issiq anomal deyiladi. Avvallar juda ko'p qor yoqqan Samarqandda yoki aytaylik O'zbekiston qor ko'p yoqqan bo'lgan. Endi kattalar biladi, bu yerda hozir ham nimalarni so'rasangiz biladi. Kattalarda oxirgi yillarda juda kam qor yog'adi bizlarda, lekin qanaqadir anomal sovuqlar bor. Anomal sovuqlar bor. Xudoga shukr, mahallamizda svet, gaz, suv, ma'murlar hammasi joyga qo'yilgan. Ko'chamiz asfalt qilingan. Yoritish nimalari, chiroqlari hammasi joyga qo'yilgan. Demak, buni siz aytganingizdek, ob-havoning musaffoligi, tozaligi to'g'risida bir ma'lumot bering. Demak, Amir Temur bu poytaxtda qayerga joylashtiraman degan paytlarida u kishini pirlardan so'raganlar. Endi har bir nimalarni maslahat qilib pirlardan so'raganlar. Keyin pirlari aytganki, Amir Temur boboga shu aytaylik 5 ta 6 ta joyimiz bo'lsa, agar qayerda poytaxtda quramiz maqsadida biz bir har bir aytgan joyimizga kuy so'yib bildirib qo'yamiz. Qani agar qayerda shu bo'ynagi so'yilgan quyimiz ko'p tursa, agar shuni poytaxt qilamiz deb maslahat bergan ekan Amir Temur boboga. Shu ishni qilgandan keyin boshqa joylarda 1 sutka, yarim sutka yoki aytaylik 2 sutkaga agar aynib ketsa, agar bo'yniga so'yilgan qo'ylar Samarqandda 4 sutka turgan ekan. Aynimasdan. Keyin sekin-sekin shunda aytganki, Samarqandni men poytaxt qilib e'lon qilaman, shu yerda quraman degan ekanlar-da. Amir Temur bobomiz. Endi o'sha Amir Temur va Temuriylar davrida qurilgan bironta bir yashash xonadoni saqlanib qolganmi? Yo'q, yo'q. Chunki 650 yil bo'ldi. Menimcha ko'p uylar bayram bo'lib ketdi, yana boshqadan qurildi. Lekin 17-yil, 18-yil, 20-yillarda qurilgan imoratlar bor. Turibdi. Xuddi shunday mana ishlar bilan qurilgan, saqlanib qolgan, davlat muhofazasiga olingan turibdi. Endi yana bir bizlarda bir qiziqtiradigan savolimiz bor. Bu yerda yog'ingarchilik, qor, yomg'ir suvlari qanday bu hududdan chiqib ketiladi? Demak, irrigatsiya degan narsa bor. Irrigatsiya degan narsa. Avvallar mana suv bo'lmagan, ichimlik suvi qurlar orqali kelmagan, lekin bizning xalqimiz mana bu yerda pastda ariq oqyapti. Bu nomini chashma deyiladi, chashma. Bu gapga kamida bir 100 yil bo'lyapti. Odamlar shu ariqdan suv ichganlar. Bemalol shunday tiniq suv, toza suv, hech kim biror narsa tashlashga haqqi bo'lmagan, chunki Xudodan qo'rqqan, keyin birov chiqib ko'rsa ham la'natlangan. Bu yerdan odamlarimiz olib, suvni olib, iste'mol qilib, o'z nimasiga saqlagan. Har bir uylarda kamida 5 ta, 6 ta, 7 tagacha quduq bo'lgan. Har bir narsani, har bir suvni ishlatgan suvni nimasini, chiqindisini ma'lum bir quduqqa to'kkanlar. Bu ham bo'lgan voqea haligacha turibdi. Ba'zi bu xonadonlarda nechtadan quduqlar turibdi. Aytaylik
oddiy bir hojatga ham alohida, yuz qo'l yuvishga ham alohida, nimalarni yuvishga bo'ladi-ku, idish tovoqlarni yuvishga, kiyim-kechalarni yuvishga alohida, hammasini o'ziga yarasha qudug'i bo'lgan. Suvni katta idishlarga olib kelib, shu yerda ishlatgan. Keyinchalik suvlar kelgandan keyin, qorlar orqali ichimlik suv kelgandan keyin bunga hech kim qaramasdan qo'ydi. O'ynaga suvlar eskirdi, odamlar har narsa tashlaydigan bo'ldi. Ariqqa hozirgi kunda shunaqa achinarli holatda turibdi. Endi shunga qaramasdan tozalayapmiz, lekin eski holatga qaytarish juda qiyin. Yomg'ir yoki qor suvlar qayerga ketish desangiz agar, mana irrigatsiya deyiladi. Mana shu bu yerda ariq o'tyapti, mana lahtokchalardan to'g'ri borib shu o'ynaga suvlar qo'shiladi. Bu Samarqandda pastda kirpichga deyiladi. orqali chiqib keladi. Yana bitta shu yerda qiziqarli savol. O'sha bahor oylarida bizda yomg'irlar, yog'ingarchilik ko'payadi-da, ayrim uylarda suv bosish holatlari kuzatiladi. Sizlarda ham mana shunday holatlar bo'lganmi? Bo'lgan, lekin hozir kunda hammasini oldini olganmiz. Bitta yarimta qolgan, bitta qolgan. Uni ham nasib bo'lsa, salgin agar qayta qurish qilsa agar, uni ham suv bo'yniga qanday desam sizga bosmaydigan qilyapmiz uyni. Ko'tarib qandaydir arxitektoraviy yechim topib Xuddi shunday, mana bu yerda agar ariqlarni agar ko'rsangiz agar nima uchun u yog'i yo'q degan savol bo'lishi mumkin. Bu yerda katta bir kollektor qo'yilgan. Kollektor kamida bir minglik deymiz. Endi arxitekturachasi atab 1 metrlik, 1 metr emas, 1,5 metr, 1,5 metr, 1500 lik kollektor va katta bir nima turba, asbest, nima de asbest emas, betonli. Uni ichidan suv oqib ketadi-da. Bu yerda Registon ko'chasi bor, shu svetofordan o'tib, bu yog'i Dagbit ko'chasidan pastdan chiqib ketyapti. Uni ustini yopganlar. Shu maqsadda keyin bo'yniga suv to'lanmasini nima deydi, zasarin rejissiyasiga odamlarning uyini suv bosmasin deydi. Lekin baribir sel kelgandan keyin xohlasak, xohlamasak suv baribir yer yuziga chiqadi. Buni agar katta sel kelsa. Chunki bu mahallamizda mana bir suv, mana bir ariqda yo'q deganda bir 10 ta mahalla, 15 ta mahalladan yo'lak nimalar orqali, bo'yniga latoblar orqali suv bizga keladi. Yomg'ir qo'shiladi. Ana shu katta bir potok bo'lgandan keyin yer yuziga shu bo'yniga yomg'ir suvi chiqishi mumkin. Rahmat. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Hurmatli talabalar, agar sizlarda savol bo'ladigan bo'lsa, qiziqtirgan bemalol so'rashlaringiz mumkin. Quduq so'raylar. Biror narsa qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol. Sizlarni nima qiziqtiradi? Mana shu mahallada qancha odam yashaydi? Demak, mahallamizda 2800 dan ortiq xalq yashaydi, fuqarolar yashaydi. Demak, asosiy etnik xalqimiz tojik. Buni tan olishimiz kerak. Chunki eski shaharda endi shunga qaramasdan mana rayonlardan kelyapti odamlar. Mana bizning mahallamizda 2-3 ta xonadonlardan rayonlar kelgan yashayapti. Birga, ahil, hech qanaqa nimamiz yo'q. Birimizni tushunib, to'ylarni yoki aytaylik boshqa bir marosimlarni birgalashib o'tkazamiz. Hech qanaqa nimasi yo'q. Keyin yana bu yerda yoshlar soni qancha va bo'lmasa umuman ishlamaydiganlar nimalari bormi? Sizda bir statistik bir qisqacha. Endi hozir yoshlar yetakchimiz yo'q. Men u yaxshilab tushuntirib berardi. U tarixchi ukamiz hozir Toshkentda me'morlar kelgan, ular bilan band. Men o'zimga aytishim mumkin. Endi aytaylik, yiliga bizlar tug'ilish 30 tadan 40-45 tagacha tug'ilish bizlarga. Shundan hisoblasak bo'ladi. 10 yilga nechta bo'ladi? Endi yoshlar o'zi yoshlar 14 yoshdan 30 yoshgacha biz yoshlar deymiz. Endi statistika shunaqa. Undan oldinsi voyaga yetmaganlar deymiz. Endi ko'p bular sal tushunmasligi mumkin, chunki bu yerda pasport olgan qanday bo'ladi yoki aytaymiz, yo'q. Shuni aytdimi? Demak 14 yoshdan 30 yoshgacha bu yoshlar nimasiga kiradi degan nimasiga hisoblaymiz. Hisoblasangiz agar tak 16 yil ichida hisoblasangiz agar masalan 30 ga ko'paytirsangiz chiqadi yoshlarimiz. Yoshlarimiz bu yerda kamida bir 6 ta 7 ta maktabda o'qiydi. Atrofimizda mana bu yerda 45-maktab bor, 8-maktab bor, Bulvarda
22 maktab, 52 maktab, 3 maktab, 2 maktab, yoki 6 maktab. Kerak bo'lsa, shahar ichidagi maktablarga ham farzandlarni o'zlari olib borib, o'zlari olib kelib o'qityapti. Rais bola, shu yerda bir juda ham bir qiziqarli savol xayolimga kelib qoldi-da. Mana shu arxitektura qurilish universitetida o'qiydigan talabalarimiz bormi? Birinchisi men o'qiganman. O'qigansiz sen. Hozir o'qiydigan talabalar bormi? Bor. Mahallangizda. Bor. 3-4 ta bolalarimiz shu yerda o'qiyapti. Men bitta narsa aytmoqchiman, endi o'qiyotgan o'z yo'li bilan. Men arxitektura samdaqi deyardi. O'zim Moskvada xizmat qilganman. 2 yil Moskvada xizmat qilganman. Shu yerda komandirimiz har bayramlarda hamma xizmat qilib, endi sizlarga aytsam agar tushunmaysizlar, razvod deydi. Hammani nima qilib berib, endi bu yerda 4 ta rotada. Shu yerda albatta meni aytardi. Mana sandan samdaqidan поздравление keldi dedi. Men haligacha unutmayman buni, chunki profsoyuz degan narsamiz yaxshi ishlardi. Profsoyuz endi profsoyuzni o'zbekchasiga kasaba uyushmasi deydi. Juda yaxshi ishlardi. Albatta nechta shu bo'ynagi o'quvchilar qayerda xizmat qilayotgan bo'lsa, hammasiga nimalar, tabriknomalar jo'natardi. Rahmat. Mayli. E'tiborlaringiz uchun rahmat sizlarga. Mayli. Qildingiz. Yana bir bor shu narsani aytaman. Rektorimiz nomidan, fakultetimiz dekani nomidan, shaxsan o'zimning nomimdan, hurmatli talabalarimiz nomidan alohida sizga tashakkur, katta rahmat. Vaqtingizni ajratib, suhbat o'tkazganingiz uchun. Ketdingizlar. Mayli, rahmat. Endi o'zimiz aylanib, tanishib, bemalol. maqlamizni. Mayli, salmotingizlar mayli. Mayli. Kelingizlar. Mayli. Demak, bu mahallani demak masjid ekan, eski o'sha qadimiy masjidlardan biri. Mana ichki holatlarini demak olib qo'yishimiz mumkin. Ichkariga kirsangiz bo'ladi. Demak, mana bu o'sha fotobolayimiz shiftlar mana shunday tarzda masjidlar bezatilgan, ya'ni bu yerda hammasi bir xil qilinibdi. Ba'zi joylarda mana shular har xil mana bu to'rt qo'yiladi. Mana shular har xil mana qo'yiladi. 200 yil bo'ldi dedimi? Rangda farq bor. 250 dedilarmi? Necha yil dedilar? 200 necha yil bo'libdi? Fasadada ishib bo'lmayapti. Hozir endi bu narsa uchun O'zbekistonda maxsus madaniy meros tashlab qo'yilgan. Ona degan tushunmaydi. Ona. Chorboq. Sababi ko'ryapsan, mana kimdir masalan ko'chaga chiqib gaplashib o'tirganda sport qilyapti. Masalan, o'ynab yuribdi bolalar. Assalomu alaykum. Keyin narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Mana Oqsaroy, qadimiy bino. To'g'rimi? Mana buni ahvoli qanday? Mana bu binoni. Mana shunga mos bo'lish kerak emasmi? Ana shunday bir nima qilasizlar, o'zlaringizga taklif fikrlaringizni bildirasiz. Undan tashqari qadimda o'sha Oqsaroyda atrofida mana bunaqa asfalt bo'lganmi? Oddiygina asfalt bo'lmagan. Uni ham bir qandaydir bir
tabiiy tosh materiallardan foydalanib demak loyihasini qilishimiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Mana bu yerga kelgan sayyoh mana bunday qarasa o'zi nima qiladi? Taassurotini yo'qotadi. Mana bizlarni tahlil natijalarimiz yoki bo'lmasa o'sha chiqarganlarimiz, sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Talabalarimiz bilan mahallada aylandik, binolarni kuzatdik, arxitekturasi, bu yerdagi yashaydigan aholi bilan suhbatlashdik, mahalla raisi bilan suhbatlashdik. U kishi juda ham qimmatli ma'lumotlarni bizlarga aytib berishdi. Biz bundan mamnunmiz. Demak, tahlilni o'rganish, mana shu hududni o'rganish, tahlil jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi. Kimda agar qanday savollar yoki bo'lmasa taassurotlar bo'ladigan bo'lsa gapirishi mumkin. Bahman, marhamat. Hammasi yaxshimi? O'rganilgan xulosa natijalari, o'rganilgan xulosalar qanday bo'ldi? Hammaga manfaatli bo'ldimi? Ko'p narsalar ma'lumotlar yig'ildi. Biz talabalar bilan Go'ramir mahallasini ko'zdan kechirar ekanmiz. Mahalla hududi unchalik katta bo'lmasa-da, ammo aholining juda ham zich joylashuvining guvohi bo'ldik. Mahalla hududiga olib kiruvchi darvoza va yo'llarning ta'mirtalab ekanligiga ko'zimiz tushdi. Dars mashg'ulotlarimizning maqsadi ham aynan mahalladagi ba'zi kamchiliklar va muammolarni o'rgangan holda o'zimizning taklif loyiha xulosalarimizni ishlab chiqishdan iboratdir. Asosan arxitektura va qurilishga oid muammolarni o'rganib, ularga zamonaviy yechim berish maqsadida talabalar bilan birgalikda hudud tahlilini o'tkazdik. Fanning oldimizga qo'ygan vazifalarini sidqidildan bajarishga kirishar ekanmiz. Hududni 3 qismga bo'lib, Bo'ri Amir darvozasidan kirishda chap qo'l tarafdagi guzarni va unga tegishli bino hamda ko'chalarni birinchi hudud, Oq saroy va uning atrofidagi bino va ko'chalarni ikkinchi hudud, mahalla markazi joylashgan va unga tutash ko'chalar, aholi turar joylari mahalla markazi hovlisi bilan birgalikda 3-hudud sifatida talabalarga o'z xohish istaklariga ko'ra taqsimlab berildi. Talabalar mahalla hududidagi ko'chalar, binolar, tarixiy maqomga ega masjid va qabrlar, inshootlar, chashma va ariqlar, kommunikatsiya tizimlari,
geologik va ekologik shart-sharoitlarini o'rganishdi. Ushbu jarayonda talabalarning fanimizga bo'lgan qiziqishlari yanada ortib, ularga mahalla to'g'risida ko'proq ma'lumotlar to'plashga qo'shimcha topshiriqlar berildi. Shu bilan fanimiz yuzasidan ko'ra Amir mahallasida olib borilgan tahliliy o'rganishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi.